Bilasizlarmi, bu tvorojniyni hali bepul retseptini hech qayerda ko'rmadim. Va ma'no obunachilarim birinchilardan buni retseptini qo'lga kiritishadi. 8 ta tuxum va 200 gramm shakarni mikserimizning eng baland skorsiga qo'yamiz. 10 daqiqa ko'pirtirguncha alohida idishda elangan 10-50 gramm kukuruznik kraxmal va qabartmani qo'shib aralashtiramiz. Ko'pirib tayyor bo'lgan penkamizga unli aralashmani qo'shib lopatada aralashtiramiz. Teng 2 ga bo'lamiz va 180 gradusga 7-8 daqiqaga jo'natamiz. Shunaqa mayin biskvit tayyor bo'ladi. Ana endi tvorojniy kremni tayyorlaymiz. Qaymoq, quyultirilgan sut muzdek holatida ko'pirtiriladi. Quyilishni boshlab mikserning izi tushishi boshlaganda tvorogga shakarni aralashtirib qo'shamiz. Bitta mikser qilamiz va qo'shulab yesanglar ham maza qiladigan tvorojniy kremimiz tayyor bo'ladi. Tayyor biskvitimizni teng o'rtadan bo'lib, shirin suv bilan namlantiramiz va kremimizni joylaymiz. Bir xil bo'lingan kremlarni har bir ko'rsh orasiga suramiz va har qavatida shirin suv bilan biskvitni namlab olamiz. Orasiga ixtiyoriy mevalardan joylasak bo'ladi. Xuddi shu tariqa tvorojniy tortimizni yig'ib, ustini xohishga ko'ra bezak bersak bo'ladi. Men ustini oppoq qilib slivkalab mevalar bilan bezatdim. Xuddi shu retseptda qo'rqmasdan zakaz olsanglar ham bo'ladi. Sizlarni yaltirib qo'ymaydi. Yoqimli ishtaha.